halollik deyilganda hozirda bitta nima ketyapti. Endi buni mana 28 yil bo'lgan bo'lsa, mana tashkil topganiga kompaniyani 28 yil bo'lgan bo'lsa, xohlagan men 15 yilmi 2000-yilda admotkani boshlagan bo'lsa, 2015-yilgacha da mana shu elektr sohasi bo'yicha ishlaganmiz biz. Asosiy 15 yil. Ha, shunaqa sohalarda ham ishlaganman. Elektr montaj bilan shug'ullanganman-da. Shug'ullangan bo'lsak, biz bolalarga nimani o'rgatar edik desam, bolalar mana xohlagan mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'radi hali. Men gapirgan bo'lsam, uni tasdiqlashi ham mumkin. Nima? Bolalarga da o'shanda 45 ta montajchi nimalarimiz bor edi. 45 montajchimiz bor. Ishchi borlar. Ha, montajchilaridir, elektr sohasi bo'yicha. Injenerlar bor edi, glavniy energetiklar bor edi, o'sha masterlarimiz bor edi. O'sha nima 5-klassli, 5-razryadli nimalar bor edi, mutaxassislar bor edi, hammasi. Biz elektr sohasi bo'yicha professional tashkilot nima qilganda, endi juda katta kompaniyani ashe eng elektr bo'yicha masalan o'sha davrini oldi kompaniyasiga chiqarilganda viloyatda. Endi viloyatda bu. O'sha chiqarilganda bolalarga qayta aytib turlarki, hech kimga elektr sohasi bo'yicha sho'chidan boshqa joydan narsa qilib bermagandilar. Bu boshqa aholini boribda birovnikini montaj qilsa yo bitta xizmat qilib ketsa, men bir so'm pul olmasa deb bizga undaqa nima basdi, o'zi kelishib o'zi olaveradi. Men undaqalarga aralashmasdim-da. Lekin bolalarga yig'ilishlarda ko'p aytardimki, bir so'mli elektrni qaytarib bermaganlar. Ha. Bir so'mli o'g'illik narsa qildirtirib bermagan. Sen bilib qo'y, hali yoshimiz xuddi mana shu yoshlarda aytgan ekanman-da, biz unda masalan 30 da boshlangan bo'lsa, hozirda yoshimiz 56 da bo'lsa, va o'sha mahalda aytardimki, bir mahal 20 yil o'tadi. Oradan nevarasi ham bolasi yillar o'tib qolsa, bir kun yuziga tushganda yo boshqa bo'lganda da yo bir narsani aytayotganingda, masalan, o'zi ham yoshlikda qilib berardi deyiladi. Yoshlikda ehtiyot qilish kerak, yoshlikda yo o'g'illik qilib berib, birovning narsasiga xiyonat qildirtirib berib. Hech kim aytishi mumkin, gaz, elektr bunaqa narsalardan da xohlagan odamdan so'rash mumkin. Birortasiga da bir so'mlik nima yo sho'chida orqadan qaytartirib ber. Yo men undaqa qilib bersam bunaqa bo'ladi. Nech pul bo'lsa o'shancha to'lardim. Birortasiga ham qilib bermaganlar.